Assalomu alaykum qadrli podpисчиlar, qadrdonlarim. Febelli kompaniyasi taqdim etilgan dam olish maskani Piramida Resortga keldik. Biz hammamiz Qodirova Gulxoyo strukturada ishlaymiz. Qodirova Gulxoyo opani xo'jayinlari Shernazarov, Kashot akadan qisqacha Febelli to'g'risida motivatsiya turib olamiz. Avval so'rab qo'ydik. Assalomu alaykum. Hozir biz Piramida Resortga kelganmiz. Febelli kompaniyasi tomonidan hammamiz dam olishga kelganmiz 3 kunlik. Bu birinchisi. Xudo xolasa oxirgisi ham bo'lmaydi. Bu yerga hamma top liderlar yig'ilishgan. Hozir hamma daragatsanli zvaniyadagi liderlar. Febelli kompaniyasi imkoniyatlari nafaqat ayollarga, balki erkaklarga ham, oila a'zolariga ham yetadigan narsa bo'ladi. Chunki bu kompaniya semenniy kompaniya hisoblanadi. Imkoniyatlar juda ko'p. Hozirda oylik daromadlar, sotuv, ofislar, hamma narsa bor Febelli kompaniyasiga. Faqat hozir ishonish kerak. Qo'llab-quvvatlaylar xotinlar, ayollaringizni. Qanchalik ko'p qo'llab-quvvatlasanglar, shunchalik yaxshi bo'ladi. Febelli kompaniya gullab yashashga davom etsin. Ishimiz davomiy bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Intervyu uchun rahmat. Febelli kompaniyaga ishlaydigan hammaga omad tilayman. Hammaga daragatsanli zvaniyaga erishishni xohlayman. Staj natsionaliy, международный partnyorlar bo'lish nasib qilsin hammaga. Aka bilan suhbatimiz tugadi. Endi Febelli kompaniyasidan taqdim etilgan ozgina tadbirimiz bor bu yerda. Tadbirni sizlarga taqdim etaman. Qisqagina videolarni sizlarga taqdim etib boraman. Tomosha qilishda davom eting. Hali zo'r bo'ladi. Like va podpisani unutmaysizlar. Bu yerda akalarimiz ham bor. Ana akalardan qisqacha intervyu ham olamiz. Aka, assalomu alaykum. So'z yaxshimi aka? Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, Febelli to'g'risida nima deya olasiz aka? Febelli to'g'risida nima deymiz? Hammasi zo'r, zagonli, oilaga yordam beradigan tadbirlar. Nafaqat ayollar, balki erkaklar ham, biz podishkadamiz aka. Erkaklar pasdan podishkadamiz. Yaxshi, akamizdan ham. Aka, assalomu alaykum. Aka, so'z yaxshimi? Siz qayerdansiz aka? Sharqsa biz. Yaxshi. Febelliga nima deymiz aka qisqacha? Zo'r deymiz. Mayli aka, sog' bo'ling. Febelli orqali taqdim etgan bizga sovg'asi. Biz dam oldik, mana 2 kun hammaga nima deymiz? Yaxshi kayfiyat tilab olamiz. Siz ham maza qilib dam oldik. Febelli kompaniyasiga lutfan ayol qizlar taklif qilib qolaman. Hatto erkaklarga ham podishka qilishsin. Xullas Febelli kompaniyasiga omad. Agar video qiziq bo'lgan bo'lsa, like, podpiskani unutmaysizlar. Sog' salomat bo'ling. O'zingizlar ehtiyot qiling.